Assalomu alaykum. Sizlarga bir video murojaat qilib chiqyapman. Oxirigacha eshitdingizlar. Men bilan Guli dehqonchilik qilmoqchimiz. Mana bu yerlardan, mana yuqorida men yolg'iz onaman. Guli ham uncha imkoniyati yo'q. Shuning uchun sizlardan yordam so'rayotgandim. Mana bu ro'za Ramazonda so'rash og'ir bo'lyapti bu videoni chiqarish. Shu paytgacha hech kimdan yordam so'ramaganman. Faqat ekin qilishimizga ozroq sharoitimiz yetmayapti. Shunga yordam so'rab murojaat qilayotgandik. Texnik taraflamami, urug' taraflamami, mablag' taraflamami yordam berishingizni so'rab qolardik.